Ko'rinishidan qasr hovlilarni atmosferasini beradigan zo'r hovliga kelganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan, katta navesosli joyimiz, to'rda yozgi oshxona, tapchan, katta mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. Fasadimizdan ko'rinishi, ya'ni ichki ko'rinishidan. Bu narxga hech kim taklif qilmasligi bu lokatsiyadan Mirzo Ulug'bek tumani Sentrum uchastkidamiz. Tak, bu yerda kaletka eshigimiz bor, podvalda basseyn, saunalari hammasi joylashtirilgan. Tak, uyni birma-bir ko'rsataman. Bir xil remontdan zerikallar uchun mana sizlarga o'zbekona yaxshi hovli topdik. Kirganda katta hol, marhamat, bizlar ko'rib o'tiradigan zonasi. Tak, shuni yonginasida bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Shu yerda o'zi bemalol ovqatlanib o'tirsa ham bo'ladi. Tak, eshikdan kirganda o'ng qo'limizda chiroyli zalimiz joylashgan. Marhamat, полностью теплый пол, radiator. Tak, bunday kolonnali qilib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Endi bu yoqda birinchi qavat uchun spalnyamiz. Tak, kravat bosh tomoni o'zining ichida sanuzuli bor, vanda qilingan. Chap qo'limizda. Tak, hojatxona, endi ikkinchi qavat ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat ko'tarilganimizda patologga bitta ahamiyat beraydi. Boshqa chiqqani. O'ng qo'ldan boshlaymiz srazu. Umumiy yuvinish xonasi. İkinci qavat uchun. Tak, yonginasida детский spalnya. Tak, uning yonida yana bitta spalnyamiz bor. Patologlar baland qilingan ekan, past emas. To'g'rida balkonimiz taxminan 2 3. Yana bitta spalnya. Tak, endi oxirgi spalnyamiz. Ota-onalar uchun mo'ljallangan master bedroom. Bu yerda garderobnisi bor, bu yerda sanuzuli bor. Endi podval qismiga tushamiz. Podvalga tushishimiz bilan kattagina hol bo'ladi. O'ng qo'lda kotelnimiz, ikkita Visman kotel, nemetskiy toza, boiler. Tak, bu yerda o'tiriladigan, dam oladigan xonasi. Tak. To'rda finskiy saunamiz, kattagina razmerda. Bu yerda dushovoy и hojatxonamiz joylashtirilgan. Bemalol yoqib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda basseyn zonamiz. Marhamat, bizlar ko'radigan, dam oladigan zona qilib qo'yilgan bu yerga. Tak, bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Sentrum uchastkida joylashgan. 3 sotuv, narxi 500 ming, zo'r narx xudo xolisa. Telefon qilinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.